Toshkentdagi turfirmalari va tadbirkorlardan Birlashgan Arab Amirliklari va O'zbekiston o'yiniga turistlarni jo'natmaslik so'raldi. Toshkent shahar turizm boshqarmasi turfirmalar va tadbirkorlarga murojaatida 5-iyun kuni Birlashgan Arab Amirliklariga turist yubormaslik choralarini ko'rishni tavsiya etdi. Murojaatda kutilayotgan O'zbekiston va Birlashgan Arab Amirliklari futbol terma jamoalari o'rtasida bo'lib o'tadigan Jahon chempionati saralash bosqichining navbatdagi o'yiniga yirik sport blogerlari tomonidan 5000 nafar O'zbekiston fuqarosini tomoshabin sifatida amirliklarga olib kelish bo'yicha keng targ'ibot amalga oshirilayotgani keltirilgan. Shuningdek, Birlashgan Arab Amirliklarining Al-Vahda klubi stadioni 12000 tomoshabin sig'imiga egaligi. Qoidalarga ko'ra, mezbon tomoni mehmon tomonning tomoshabinlari uchun sig'imning 8%gacha, bu degani 960 ta joy ajratish majburiyatini olishi eslatilgan. Birlashgan Arab Amirliklari aeroportlarida xavfsizlik idoralari fuqarolarni qaytarib yuborishi mumkinligini inobatga olib, ushbu kunlarga Birlashgan Arab Amirliklariga tur paketlar orqali turist yubormaslik so'ralgan. Eslatib o'tamiz, 5-iyun kuni futbol bo'yicha O'zbekiston milliy jamoasi 2026-yilgi Jahon chempionati saralashi 3-bosqichi doirasida Birlashgan Arab Amirliklari jamoasi bilan o'ynaydi. Uchrashuv Abu Dabidagi Al Nahyan stadionida bo'lib o'tadi. Timur Kapadze boshchiligidagi O'zbekiston terma jamoasi futbolchilari 29-may kuni Dubayga yetib borgan.